Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Siz Diktator Hasanov kanalidasiz. Bugun kanalimizda ajoyib loyihaga qo'l urdik. Siz azizlar uchun bugungi kunda dunyodagi eng qiziqarli ma'lumot va faktlarni o'zida jamlagan Top 10 loyihasini boshladik. O'ylaymanki, bu sizni qiziqtiradi. Top 10 loyihasidagi dastlabki video ma'lumotimizni milliarderlar mavzusi bilan boshlashga qaror qildik. 2020-yil yakunida Forbes nashriyoti e'lon qilgan sayyoramizning eng boy 10 odami kim va ular nima ish bilan shug'ullanishini bilmoqchimisiz? Unda bizdan uzoqlashmang. Ushbu videomiz orqali atigi 5 daqiqa ichida sizlarga ular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Samuel Robson Walton, qisqacha qilib aytganda Rob Walton. Ushbu AQShlik milliarder bugun jahonning eng boy 10-odami sifatida qayd etib turilibdi. Uning boyligi 54,1 milliard dollar. Rob Walton hozir 74 yoshda. U dunyodagi eng yirik chakana savdo bilan shug'ullanuvchi Walmart kompaniyasining egalaridan biridir. Walmart raisi sifatida 1992-yildan 2015-yilgacha ishlagan. Ushbu inson dunyoning eng kuchli ta'lim muassasalaridan biri AQShning Arkanzas universitetini tamomlagan. Hozirgi kunda AQShning Oklahoma shtatida yashab kelmoqda. To'qqizinchi o'rinda Alisa Louise Walton. Ushbu 71 yoshlik xonim hozirgina tanishtirib o'tgan Rob Waltonning singlisi hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, ushbu inson ham Walmart boyligining merosxo'rlaridan biridir. Uning shaxsiy boyligi 54,4 milliard dollar. Akasidan 300 million dollarga ko'proq puli bo'lgan bu milliarder ayol bugun sayyoramizning eng boy ayollari ichida birinchi o'rinda turadi. 1949-yil AQShning Arkanzas shtatida tug'ilgan Alisa xonim ayni paytda ham ushbu shaharda istiqomat qilib kelmoqda. Reytingimizning 8-o'rnida ham begonalar yo'q. Chunki bu o'rindagi inson yana Waltonlar oilasi vakillaridan biri. Faqat bu safargisi Jim Walton. Waltonlar oilasi asoschisi Sam Waltonning kenja o'g'li hisoblanuvchi Jim Walton bugun 54,6 milliard dollarga ega. Hozirgi kunda Walmart rahbari bo'lib turgan shaxs ayni damda 72 yoshdadir. Bu milliarder ham xuddi akasi Rob va singlisi Alisa Waltonlar singari AQShda tug'ilgan va ushbu mamlakatda yashab kelyapti. Yettinchi o'rinda Mark Elliot Zuckerberg. Facebookni eshitmagan yoki bilmagan odam bo'lmasa kerak, lekin uni o'ylab topgan inson kimligini juda ko'pchilik ham bilavermaydi. Demak, gapimizdan tushundingizki, aynan shu odam Facebookni yaratganligini. Ha azizlar, aynan shu inson Facebook asoschisi va bu ixtirosi unga bugun dunyoning eng boy 10 odamidan biri bo'lishiga asos bo'ldi. Bugun Zuckerbergning boyligi 54,7 milliard dollar. Dunyoning boylari ichida eng yosh milliarder shubhasiz Zuckerberg, chunki hozirda u 36 yoshda. U 1984-yilda dunyodagi eng katta megapolis hisoblangan Nyu-Yorkda tug'ilgan va hozirgi kunda ham AQSh fuqarosi hisoblanadi. Milliarderlar reytingining 6-o'rnida Amancio Ortega Gaona, dunyoga ma'lum va mashhur Zara, Massimo Dutti kabi o'nlab brendlarni o'z ichiga olgan Inditex yirik korporatsiyasining sohibi bo'lgan Ortega bugun 55,1 milliard dollarga ega. Shuningdek, Ortega uy-joy, bank,
turizm va gaz sanoatiga ham sarmoya kiritgan. Ayni damda futbol ligalarida ham o'z ulushlariga ega. Ortega 2020-yilning 28-mart kunida 84 yoshni qarshiladi. Amancio Ortega Ispaniyada tug'ilgan va hozir ham shu mamlakat fuqarosi. Va nihoyat kuchli beshlikka ham yetib keldik. 5-o'rinda yana bir AQSh fuqarosi, taniqli tadbirkor Lawrence Joseph Ellison. Oracle kompaniyasining asoschisi. Ushbu kompaniyaning 1976-yildan 2014-yilgacha bosh direktori bo'lgan bu shaxs bugun 59 milliard dollarga ega. Uning kompaniyasi kompyuterlar uchun ichki dasturlar ishlab chiqaradi. Larry Ellison 1944-yilda New Yorkda tug'ilgan. Hozirda 76 yoshda. Dunyoning eng boy odamlari ichida 4-o'rinda Warren Edward Buffett turadi. AQShlik tadbirkor, investor va saxovatpeshaning shaxsiy boyligi 67,5 milliard dollar. Warren Buffett afsonaviy investor, keksa milliarder nomlari bilan mashhur, chunki u hozir 90 yoshda. Buffett Hathaway shirkatining direktori hisoblanadi. Ayni paytda mablag'larning bir qismini xayriya ishlari uchun sarflab keladi. Warren Buffett AQSh fuqarosi. U shu yerda tug'ilgan va shu mamlakatda yashab kelmoqda. Va so'nggi uchlikka ham yetib keldik. Dunyo boylari ichida Bernard Jean-Etienne Arnault ismli shaxs bor. Taniqli fransuz milliarderi, biznesmen va san'at kolleksioneri Bernard Arnault 76 milliard dollar mablag'ga ega. Aynan u reytingimizning 3-o'rnida. Biz Louis Vuitton'ni eshitganmiz. Ushbu taniqli brend egasi aynan janob Arnaultdir. U dunyodagi eng yirik hashamatli mahsulotlar kompaniyasi raisi va ijrochi direktori hamdir. Ushbu inson shu yili 71 yoshga to'ldi. U Fransiyada tug'ilgan va shu mamlakatda istiqomat qilib kelmoqda. Reytingimizning 2-o'rnida Bill Gates janoblari. Nega 2-o'rinda deyapsizmi? Ko'p yillar davomida dunyoning eng boy odami deya e'tirof etib kelingan Bill Gates hozir eng boyi emas. Uning boyligi hozirda 98 milliard dollar. Taniqli amerikalik ishbilarmon va filantrop hozirda jahonning eng yirik kompyuter software kompaniyasi bo'lmish Microsoft asoschisi va uning raisidir. U shuningdek bir necha kitoblar muallifi hamdir. Gates hozir 65 yoshda. U Seattleda tug'ilgan va shu yerda yashaydi. Va nihoyat 1-o'rin. Oliy o'rinda kim ham bo'lishi mumkin? Bir necha yillardan beri 2-o'rinni bermay kelayotgan Jeff Bezosda. AQShlik investorning bugungi kundagi sof daromadi 113 milliard dollarni tashkil etadi. Bezos Amazon asoschisi va kompaniya prezidenti bo'lib, 2019-yil mart oyidan beri dunyoning eng boy odami nomiga sazovor bo'lib kelmoqda. AQShning New Mexico shtatida tug'ilgan ushbu ishbilarmon hozir 56 yoshni qarshilagan. Aziz do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.
Kanalimizdan uzoqlashmang.